nima tomoq yeymiz? Xo'go yeylik. Baqil. Hay! Nima qiliqma bu? Nima bo'ldi? Sizmi-chu bu yerga yetib qolgan bir qiz turib namoz qilishni bilmamsiz? Bu nima bo'ldi yanga? Bu o'zimning aks tursa, o'zimning aksini qo'ltiqlab manaman-da. Qo'ltiqlashib, menib ketganini ko'ray. Bu o'zimning bir qo'shaq sanasi tursa, nima bo'pti? Singlim deb qo'ying. Singlim deb qo'ltiqlab mansingiz bo'lamdi-ku. Men-chu kullayman bilamsiz ya. Boshqalar ko'rsin imdaydi sizlar bunday qilib bersanglar. Recep bir ish bo'ldi. Aksingil bo'lsa-mu, menda orliq bo'lish kerak, bildingizmi ya? Hay. Aka bu yangamning nima qilgani? Helimu nima desa shuni qilib beryapsa. O'zingda mashina yo'q, yangamga aytmadingmi mashinani? Balamni deymi? Seni deymi? Sen bir kunlarda yaxshi er uchursa shu yetar. Men uningga hozir azar berdim degan bilan keyin sening yo'ldoshing san azar bersa, men uni chidab bo'lmayman. Bo'ldi, yura, xo'go yegin vaqtiga, men beray, ha? Ma'qul. Ko'rishmagili bekli uzun bo'pti, adash. Seni bek sig'inib ketdim. Menmi shu adash. Sen to'y qilgandan beri izdishim bo'lammidoq. Hay! Shundaydi. Yana nima uyga kirmay lolmirak tursiz bu yerda? Do'stlarim bilan ko'rishmagili uzun bo'ldi emasmi? Shuni bular izlab kelibdi ekan. Yana mush esqatmaydigan do'stlaringiz keldimi? Qiz bola tanishtirg'ili kelganda aqcham. Yenga, bu gaping sal eshib ketdimi qanday? Unda desam qanday qildingiz? Adash, bo'ldi. Men hozirlik kiraman. Uyga tezroq kiringchi-mi? Yelim to'y qilganda beri bekchi davodsan adash. Ajrashib ketsam momamda. Ko'nglimga amqiladi adash. Nimanda qildi bu ayol? Sangma pakamedujimi buningda? Onni dema adash. Mening kichigimda dadam yo'q. O'tirimizda bir bola bor. Bolani yetim qilmaydi o'timi. Nima bo'pti? Achchig'ida so'zlab qo'ydi adash. Men qaytay adash. Ma'qulmi? Qag'in yana bir ko'chayli. O'zinglarni asranglar. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul adash. Ma'qul. Kızım, çayını koyup yerine. Vay ha mana. Bir qo'lni ishga qilib bo'lolmayapsa, kichkina mashinani qilamay. Ajab bir. Bo'lganda? Nimanda so'g'liq. Nima bo'ldi ana? Balam meni sanatoriyga olib etdinglar. Men qaynonamga tikilib qarab boqqan emas. Ammo ayolimning qilgani menga bekli ig'ir keldi bolam. Meni beqish ig'ir kelgan bo'lsa, olib etdinglar bolam. Kim ana? O'tirib aram yil baq. Ha? Ma'qulmi? Kim bilan paranlashyapsa? Uydagilar bilan paranlashyapman, nima bo'ldi? Anamga nima dedi? Yani şu anam. Ya ma uyda anam tursun ya men turay. Ay! Men yerimi bekçi dedim. Bekçi deb keldi. Meni bilmaydi deb qoldingmi? Vay, sen Nazidaning yo'ldishimi? Shunday. Men Nazidaning yo'ldishi bo'laman. Gitmay uduliday. Men uning burunqi loyiq. Biz bir-birimizni bekla yaxshi ko'ramiz. U meni bekla yaxshi ko'rdi. Eng yaxshisi uningda ajrashib ketdi. To'ydan burun nima ish bo'lgan bo'lsa, men uning qiziqmayman. Eng yaxshisi buningdagi uni izluvchi bo'lma. Ma'qulmi? O seni yaxshi ko'rmaydi. O menga iniq qilib aytdi. Gapini tushunamadim. O seni yaxshi ko'rmaydi deyaptimi? Aytib mushuni tushunmadingmi? Uningdan ajrashib ketdi. Ammo uni men yaxshi ko'raman. O'tirimizda bir bola bor. Eng yaxshisi bolani yetib qilishni o'ylamoqda. Ma'qulmi? Bo'lmasa bizning oilamizni buzib qo'ysa. Ha shu. Hayras rahmat sizga-chun. Mao eski markasidagi yuz chaplaq bilan terasrash yurishligini so'qib ekansiz. Yuzimga ishlatib texim chiroyli bo'lib ketdim. Rahmat sizga. Hayras birinchi oyning birinchi kuni oshqin savdo guruhi faoliyat qilar ekan.
shu vaqtda bevosita ko'rsatishdan menga yana olib beramsiz. Menda yaxshi, rahmat sizga. Rahmat. Ali, men sizga to'g'ri tushundim. Bo'ldi. Eshitdim, men tushundim. Tushuntirishning hech qaysini anlig'im yo'q. Men chidadim. Hammaga chidadim. Mening bir sonim bor. Uning baxti uchun ko'nglimga bir qatim bosar bermadim. Qizimning baxti uchun faqat qo'l tekkizmadim. Bilim, sen meni yaxshi ko'rmaysan. Lekin bu qolirining hammasi xato bo'ldi. Yaxshi ko'rmaydigan odam to'yga qo'shilmaslikka kerak edi. Men seni yaxshi ko'rdim. Yuragimni berdim. Oxiri kelib To'xta qog'ini yanilab men bo'ldim. Anamga qilinmagan hurmat. Sendan men keladigan vafoni ko'tarib etdi. Bo'ldi bas, yeter. Tushundingmi? Ko'zimda yo'q. Sana faqat qo'lini tekkizgim yo'q. Yo'q. Unda qilmang, sizdan o'tinib qolay. Bolamizni yetim qilmaylik, Ali, ma'qulmi? Ay. Esingda bo'lsin. Sen menga sadaqatsizlik qilgan shu kundan boshlab sen mening bolamni yetim qilib qo'ygansan. Men g'ururimni, vijdonimni bir taraf qayirib qo'yibdi. Elimim bak chidadi. Baxtimiz uchun chidadi. Sen qo'lim tegishdan bor. Ko'zimda yo'q. Seni ko'ra ko'zim yo'q. Yo'q. Bolam, meni deb endi baxtsiz bo'lib qolmag'in. Yolg'onni qaytirib akagin bolam. Bu nima degani ana? Seni nimishqa sanatoriyaga olib ketdikmi? Bunday gapni hargiz demagan ana. Sen meni ta hozirgacha 20 yildan beri berqib, meni biraqtim Dalitamga olib qo'yganmidi? Yo'q. Ana berishni o'tib menga kelganda seni sanatoriyaga olib qo'yamda. Men unda vafosiz emas ana. Men ayol bo'lishga yaramaydi. Sen kelin bo'lish ham yaramaydi. Bolamga onamim bo'lolmaydi. Uni nimishqa kelimi? Sen meni baxtsiz qilib qo'yman deysan. Dunyodagi barliq baxtni sen menga bergan ana. Nurg'un kishilarning ota-onasi yo'q. Shu kishilar ota-onaga zar bo'layotdi. Lekin ota-onasi balachi. Oyda yilda biraqtim yo'qlabmi qo'ymaydi jinim ana. Ota-onadan keyin qolgan hammasini kepish yo'q. Ota-ona borida qadrini qilmasa, yo'qida qadri yetadi. Yerim men sana faqat yaxshi qaraymadim. Meni kechirgin jinim ana. Men faqat yaxshi bola bo'lolmadim. Jinim bolam. Ana asmenimda yo'ruq yulduzsan, hayatımның durdanesi